Ha, uka. Meni ham Makkaga olib ketasanmi? Ha, men onamla boraman jannatga, Makkaga. Men onamla boraman, yayov boraman. Men onamni yayov boraman. Yayov boraman jannatga onamni. Ona. Ho. Makkaga qachon boramiz? Ketdikmi Makkaga? Biz Makkaga bormaymiz bolam. Sog'lig'im ko'tarmaydi meni. Uni ustiga yo'q qanday boramiz axir? Ha, Samira aytdi-ku, bir odam onasini Makkaga yayov boribdi. Bolam. Bir odam Bolam, Makka degani juda ham olisda. Sen bugun bozorga borib kelding-ku. O'sha bozorga 1000 marta borib kelgandek. Undan ko'ra bu pullarni qishloqdagi muhtoj oilalarga tarqatamiz, ma'qulmi? Samir onasini olib boradi-da Makkaga. Biz ham yayov boraveramiz. Samir seni aldagan. Aldagani yo'q, aldash gunoh, ona. Aldash gunoh, aldash. Bo'ldi. Necha martalab aytish kerak senga? Hoy bolam. Nega turib olding? Endi tahajjud namozini vaqti bo'ldi. Tur, kirib uxla. Ona, Ha? men sizsiz jannatda nima qilaman jannatda? Menga Samir aytdi-da, kim onasini Makkaga olib borsa, jannatga kiradi dedi, jannatga. Onasi jannatga kiradi, Samir aytdi. Yaxshi. Yur. Tunda uxlash kerak bolam. Meni qiynamagin deb tur, uyga kirib yotib uxla, tur. o'g'lim. Qiynamay. Yiroq. Qiynamay. Yur. Ay. Yaxshimisiz? Rahmat. Hoji aka qanilar? Rayhon opa, bu 4000 so'm pensiyani. Nima qilasiz? Yangi ish boshlabsizlar-ku? Qanaqa ish? Hajga boramiz deb qo'yni qimmat sotish. Ha? Meni buzog'imni ham sotib bermaysizmi? Nima deb valdirayapsan? Qani? Qay birini soppa-sog' o'g'ling Makkaga olib boraman deyapti, ha? Makkaga deydi. Sizlarga faqat masxara qilish bo'lsa bo'ldi. Ha, endi rost gapirish kerak-da. Hajga boramiz deb odamlarning cho'ntagini quritmay. Kim yolg'on gapirdi? Boramiz. Qarab tur. Bolam meni Makkaga olib boradi. Ana ko'rasan. Odamlarning gapiga e'tibor berma. El og'ziga elak tutib bo'larmidi? Buyurgan joygacha borib qaytib kelarmiz. O'zimizni chegaradan ham o'tkazmasa kerak bizni. O'tkazmasa shuncha ovora bo'lib sarilmi? Bolamiz asasi o'lmasin deyman-da. Harakat qildik. Bo'lmay qoldi deyish uchun uni ustiga bolam bir umr masxara bo'lmasin deyman-da. Hay Xadija, agar qo'rqsan menga bir narsa Qo'ysangchi. Yana boshladingmi? Qaniki. Yaratgan o'z panohida asrasin. Eson-omon borib, sog'-salomat qaytinglar. Amin. Allohu akbar. Yaxshimisiz? Rahmat. Rostdan yo'q ketishyapti. Odil to'xta. Mana senga xarita. Ke o'g'lim, menga berasan. Rahmat aylanay. Rayhon opa. Mana yo'lda nimadir Voy o'zim o'rgilay, rahmat. Alloh sendan rozi bo'lsin. Yaxshi bo'linglar.
Hay bolam. Ana u yoqda nima bo'lyapti? Bugun o'tkazarmikin chegaradan? Yo'q ona. Bugun juda qaysarlari turib olishgan. Sizlar endi boshladinglarmi? Hammaylar. Rahmat bolam. Yur ketdik. Bo'ldi. Endi o'g'lingiz. Bolam, ket. Kameraga qarab turing. Kameraga. Mana bunga. Ey yigit. Bunga qarang, bunga. Bo'ldi. Hay bolam. Bugun bizni o'tkazishmaydi deb eshitdim. Shunaqami? Qayoqqa ketyapsizlar? O'zbekistonga? Yaxshi boringlar, opa. Voy. Rahmat. Qo'y opa, bu yoqqa ketasizlar. A? Bu yoqqa borasizlar O'zbekistonga. Biz Yo'q, bu yoqqa, bu yoqqa. O'zbekiston bu tomonda. Xo'p. Yur. Hay bolam. Ona, qornim ochdi, qornim. Ovqat yeyman, ona. Ovqat. Assalomu alaykum. Va alaykum Nima assalom. buyurtma berasiz? Ay, choy keltir. Bizda choy va nonga shundoq ham pul olinmaydi. Ha, undan non ham. Xo'p bo'ladi. Hay bolam. Sizlarda osh bormi? Bor onaxon. Haqiqiy o'zbek oshimi? Bu yerda faqat o'zbek oshi damlanadi onaxon. Voy, bizga bir cho'qim olib kelib berchi, o'g'lim tatib ko'rsin. Xo'p. Bir cho'qimgina, xo'pmi? Xo'p onajon, sog' bo'ling. Sizdan 20 ming so'm bo'ladi. Voy bolam. 20 ming so'm. Xohlasangiz 40 so'mda to'lasangiz ham bo'ladi. 150 so'm. Shunaqa demaysanmi? Yuragini yorma. Zarurat bo'lsa pulingizni chegarada almashtirib olsangiz bo'ladi. Yo'q. Bizniki kuchli ekan. Mana, Ona, ketdikmi? Men to'ydim, ona, ketdikmi? ketdik. Hozir ketamiz. Muncha mazali. Ana onajon. Bu qanaqa pul onajon? So'm? So'm? Ha, yo'q.